Assalomu alaykum. Hozirgi ishlaydigan masalamiz geometriyadan. Ko'pchilik abituriyentlar qiziqishyapti. Keyin ko'p turk kitoblarida bor. O'shani osonroq yo'li. U qanaqa masala? Boshlaymiz. Teng olishburchak. Masalan, umumiy holda aytsak, mana tomonlari, yon tomonlar A ga teng. Keyin mana bunday vatar o'tgan. Uchburchak ichidagi qismi B ga teng. Mana bu yerda x so'ralyapti. Xullas A, B, C uchburchak teng uchburchak aylanib tashkillangan. Mana bu vatar o'tkazilgan. Vatar uchburchak ichidagi qismi B bo'lsa, mana bu tashqaridagi qismi x uzunligi so'ralyapti. Xo'p, hozircha mana buni n deb olsak, vatarlar xossasi mana B bilan x ni ko'paytmasi n bilan n ni ko'paytmasiga teng. Xo'p, uchburchakni alohida olsak, mana bu A ga teng, mana bu m plus n ga teng. Balandlik tushiradigan bo'lsak, m plus n ni yarmi, m plus n ni yarmi bo'ladi. Mana bu h. Xo'p. Endi o'sha uchburchak boshqatdan tomonlar, yon tomonlar A ga teng, mana bu h ga teng, mana bu B. Xo'p. Mana bu uzunlik m plus n taqsim 2 bo'lishini bilsa bo'ladi. Mana bu uzunlikchi h ga teng. Mana bu yerdan mana bu yergacha m plus n taqsim 2. Demak, mana bu yerdan m dan m plus n taqsim 2 ni ayirsak, mana mana bu m plus n taqsim 2 ayirsak, mana umumiy maxraj bergandan keyin m minus n taqsim 2 bo'ladi. Mana bu m minus n taqsim 2. Bu yerda birinchi uchburchak, ikkinchi uchburchaklar to'g'ri burchakli uchburchaklar bo'lishini ko'rish qiyin emas. Katet gipotenuza, katet gipotenuza. Ikkita uchburchak uchun Pifagor teoremalarini qo'llaymiz. Birinchi uchburchak uchun Pifagor teoremasi h kvadrat plus m plus n taqsim 2 ni kvadrati barobar a ni kvadratiga. Bunga 1 deb raqam qo'ysak, ikkinchi uchburchak uchun h kvadrat plus m minus n taqsim 2 ni kvadrati barobar mana b kvadratga. Bu 2. Birdan 2 ni ayirsak, xatma-xat mana bu tenglamadan h kvadratlar ketadi. M plus n taqsim 2 ni kvadrati m minus n taqsim 2 ni kvadrati barobar bo'ladi a kvadrat minus b kvadratga. Bundan umumiy maxraj 4 bo'lishi aniq. M kvadrat 2mn plus n kvadrat minus m kvadrat 2mn plus n kvadrat barobar a kvadrat minus b kvadratga. Ko'rinib turibdi, qavslar ochilsa m kvadrat n kvadratlar ketadi. Minusga minus plus bo'ladi. 4mn taqsim 4 a kvadrat minus b kvadratga. 4lar qisqarsa m ko'paygan n a kvadrat minus b kvadratga. Mana bu natijaga kelamiz. Endi mana bu b ko'paygan x m ko'paygan n ga tengmidi? O'rniga borib qo'ysak, b ko'paygan x
a kvadrat minus b kvadrat. Bundan mana bunday qulayroq qilib yozib qo'ysak ham bo'ladi. Demak, umumiy holda qanday natija olsak bo'ladi? Demak, teng yonli uchburchak A, B, S mana bu yerga D, Y nuqta berib qo'ysa, yon tomonlar A ga teng, mana bu kesma B ga teng. X ni topib ber degan shart bo'lsa, B ko'paygan X, A minus B, A plus B ga teng degan mana bu yaxshigina natijaga kelinadi. Endi 8, 8, 4 mana bu x so'ragan holat bor. 10, 10 mana bu yerga 5 yana x so'ragan holat bor. Shunga o'xshagan misollar chiqsa, bemalol mana bu oson usul bilan ishlab ketsa bo'ladi.